Rag'batlantiryapsiz. Eshik haligi nima deydi, butuni ham tag ko'rinib qoladi. Davlat yelkasiga minib olib, pul bersa ashlaytamiz, bermasa ashlaytmaymiz emas. Yaxshi konsert bo'lsa, yaxshi konsert bo'lsa, boradi xalq. Xalqni halidan beri unaqa deyapmiz, bunaqa deyapmiz. Men ham konsert beryapman. Men majbur qilib metrolarda to'xtatib odam haydab kirayotganim yo'qmi? Mana ko'rib bilib turibsizlar-ku. Ko'pchilik kelib bilet so'rab bergansizlar, repozitsiyani so'rab kirasizlar. Oilalaringiz jo'natasizlar. Katta хороший konsert, katta есть цель. Biz hammamiz xohlaymiz. Masalan, dedik, mana o'sha xalq borishini, xalq pulini ayamaydi san'atga. Men buni aniq bilaman. Xalqimizcha meni yomon ko'rganligini ham bor, yosh maytlik odamni deb qolganini hammasi aylamayman. To'g'ri aytadigan bo'lsam, farosati ancha o'sgan hozir xalqimiz. Oldingidaqa ko'rko'ralar bormaydi, bu boshqa masala. Hozir biz hammamiz nima deydi, san'atkorlar nima bo'lishimizdan qat'iy nazar o'sha ustoz shogird an'anasini baland parvoz aytilgani aslida yoshlar ham keladi, mana sizga o'shani ham aytib qo'yish kerak, bilishingiz kerak. Ustozlar ham bermaydi emas, beradi endi buni so'rasa. Siz duo bering, men yerga to'yga chiqib ketyapman. Mana shu xalq artisti va umuman o'ziga bo'lgan ehtirom, e'tibori kamdan kam uchraydi. Shuning uchun men har safar yangi ijodlar, yangi mana o'zingiz aytganingizdek menga kelmaydi degan hech kim kelmaydi degan mehnat qilmasa ijodga keladi. Ijodga, namunaga keladi. Shuning uchun qiyin zamonda yashayapmiz. Lekin shu qiyin zamonda yaxshi xillalarini topib biz birlashib natijaga erishayapmiz. Shuning uchun mana aytgan hamma gaplaringizni tagida bir narsa borki, albatta hammaga ham O'zbekistonda hozirgi muvaffaqiyati yoqmaydi. Albatta bitta narsani to'g'ri bilishimiz kerak. Mana sizlarga men ochiqcha aytmoqchiman. Juda katta muammolarimiz bor. Bitta oilada qancha muammo bor. Lekin davlatchilikni qurib, mana shu davlatchilikda hammaga munosib bo'lib, tinchlikda, osoyishtalikda yurish bu azob desak to'g'ri bo'ladi. Bu azob. Shuning uchun mana shu ijodingizdagi hozir qirralari Yulduz Usmonovani xalqni yaxshi ko'rishi va xalq Yulduz Usmonovani yaxshi ko'rishi bejizamat bo'lagida sizni misolingizda hamma mehnat qilsa konsert ham bo'ladi, kino ham bo'ladi, natija ham bo'ladi, odamlar ham rozi bo'ladi. Ishlaringizga muvaffaqiyat.